Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun yana bir navbatdagi obyektimizda kelganmiz. Bu yerga ko'rib turganingizdek, rossiyskiy g'ishtlar terilyapti. Akamizning fasad qismlariga Samarqandda Makaronkaga joylashgan bu obyektimiz. Xo'p, bu g'ishtimiz haqida ma'lumot beraman. G'ishtlarimiz Euro format, razmeri balandligi 65, mana bunaqasi 65, uzunligi 25. Eni esa 8 bo'ladi, Euro format deyiladi. 1 kvadratga bu g'ishtimizdan 52 dona ketadi. Ko'rib turganingizdek, o'zini tabiiy rangi, mana bu ustiga dekoratsion toshlari ham bor. Bu juda ham chiroyli vid beryapti. Hozir uyni polni obzorni ko'rsatamiz. Narigi tomonlardan ham o'sha ikkinchi etaj terilib bo'libdi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kundagi bir dona g'ishtni bu narxi 12 ming so'm, azizlar. Kvadratiga 52 ta ketadi. Undan tashqari o'zimizning qora kladishli rastvorimiz bor. Mana shu bitta g'ishtni hozir olib ko'rsataman. Ya'ni g'isht terishga tayyor rastvorimiz bor, oq, qora va seri rangda. Bu obyektimizdan shu xuddi shu nimadan terilyapti, buni o'z bolalar oladilar. Va ko'rib turganingizdek, shoflarimiz juda ham qop-qora chiqyapti mana. Agar buni hozir qora qum bilan ko'pchilik sementni aralashtirib teradi, o'shana qilib terganda bunaqa vid bermasdi, menimcha. Yana o'z fikrlaringizni kommentariyaga yozishlaringiz mumkin. Xo'p, hozir pastdan sizlarga qolgan joylarni ham ko'rsataman. Xo'p, azizlar, mana shu fasadimizning oldi qismi ko'rib turganingizdek, mana g'ishtlarimiz mana shunaqa poddonga bo'ladi va mana bunaqa upakovkada keladi bu g'ishtlar. Oldingi qismi terilyapti. Oldinroqdan ko'rsataman. Ustalar juda ham professional bo'ldi. Rossiyaga ishlab kelgan ustalar juda ham chiroyli teryapti. G'ishtlarning donasini hozirgi kunda 4 mingdan teryapti bolalar. Endi joyiga qarab, fasonlarga qarab narxlari o'zgaradi. Xo'p, mana bu plasterlari alohida to'lanadi. Bu plasterlarni har bir pagonometriga 250 mingdan olishadi. Ya'ni mana bunaqa eshik deraza, eshik atroflari plaster hisoblanadi. Bular metrga yoradi. Metrga to'lamayman desalar agar, bularni option mana deraza, periza eshiklarni kvadratga hisoblaydi. Fasoni juda chiroyli. Plasterlari juda ham chiroyli chiqqan. Bu kirganda to'g'ridagi eshik derazalarning oldilari. O'z tepa qismlarini ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, ikkinchi etajga chiqib oldik. Ikkinchi etajda sog' anaqa fasonlar bilan tergan bolalar. 90 gradusga kesgan joylari ham bor. Arkalarni oldi. Va mana bu yerga mana bunaqa hisobchalar tashlab ketgan. Nima deb o'ylasizlar? Shu vid beryaptimi shu? O'rtadagi hisobchamiz. Ile to'g'ri terish kerak bunda. Bu tomonlara. Ancha juda ham chiroyli chiqyapti obyekt. G'ishtlarimiz juda ham chiroyli, mustahkam. Mana bu tomonlari. Xullas azizlar, kimga mana shunaqa g'ishtlarimizdan kerak bo'lsa, rossiya g'ishtlarimiz yoki kladishdan qora, oq va seri rangdagi kladishli rastvorlarimiz kerak bo'lsa, albatta Brick House'ga bo'lasizlar. Bizlar polni mana shunaqa O'zbekiston bo'ylab g'ishtlarni, rastvorlarni sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Объемlaringizni aytsangiz, o'sha yerga yo'l kirishini kelishib, sizlarni O'zbekiston viloyatiga dostavka qilib bera olamiz. Azizlar, kanalga obuna bo'lib, videoga bitta like bo'lishini eslaringizdan chiqarmanglar. Yangidan yangi mana shunaqa obyektlar albatta bizning kanalimizda bo'ladi. Rahmat.